Assalomu alaykum notebook dunyosi kuzatuvchilari. Kanalimizga keyingi notebookimiz Lenovo IdeaPad 5X modeli. Notebookimiz X360 gradus aylanadi. OLED display bilan jihozlangan 14 dyuymli boxsky display. Notebookimiz ekrani sensorli bo'ladi, planshet haqida ishlasa bo'ladi. Eng ajoyib tarafi esa bu yerda protsessor Snapdragon X Plus degan yangicha protsessor bilan jihozlangan notebookimiz. Mobilniy protsessor, zaryadlashni saqlash uzoq bo'ladi, narxi ham lekin juda hamyonbop. Bu notebookimiz operativkasi juda ham tezkor operativka, ya'ni 16 GB DDR5 8448 MHz channel. Juda ham kuchli, juda ham tez degani bu va 1 TB SSD NVMe xotira bilan jihozlangan. Video kartasi esa Adreno X1 45 modellardan. Bu notebook bilan ancha-muncha o'yinlarni ham qotimasdan, qizimasdan bemalol ishlatib o'ynay olasiz. Notebookimizda klaviaturalar podsetkali bo'ladi, отпечатkalari bor, korpus metallический korpus, kullelari bor, sovutish tizimi juda ham kuchli rivojlangan. Notebookimiz Type-C bilan, ya'ni Thunderbolt portlari bilan jihozlangan, Type-C'dan zaryadka oladi. Hozirgi ishlatilgan Amerikadan kirib kelgan bunaqa notebookimizda bizda yana juda ham ko'p. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini mutlaqo bepul qilib beramiz. Bu ajoyib ikkitasi birdan notebookimiz va planshetimizning narxini Notebook dunyosi Telegram kanalidan bilib olishingiz mumkin bo'ladi.